O'zbek xalqi uchun shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda bugun tunda dahshatli sel kelish xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun 4 ta viloyatda yomg'ir yog'adi. Havo harorati 7 daraja iliq bo'ladi. Bugun kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida kunning birinchi yarmida ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, shimolda 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Poytaxtimizda ertalab biroz yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Tog' oldi va tog'li hududlarda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir qor bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi, qor ko'chish xavfi bor deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.